Mekke shahriga kirib keldik deganda ya Robbim yig'idan o'zimni to'xtata olmagan kunlarimni eslayapman. Makkaga kirib kelar ekanman ya Robbim, aynan Ka'bang turgan osmondagi chiqayotgan nurni ko'rib o'zingga hamd aytdim ya Robbim. Nahotki kelishidan 2 kun oldin ham g'iybatda bo'lgan bu tillarim bilan hozir senga tavba qilaman. Nahotki kelishimdan bir necha daqiqa oldin ham fahshdan ko'zlarini tiymagan bu ko'zlarim bilan hozir Ka'bangni ko'raman. Kelishdan oldin ham ya Robbil alamin dog'datiy gunohlarini tark qilmagan bu bandang hozir Ka'bangni ko'radimi deb ham tavba qilishlik ilinjida, ham nadomat ustida g'amga botib qoldim. Ya Robbim, baytingga borsam, Ka'bangni menga ko'rsatishni istamasang qanday bo'ladi deb qo'rqib qoldim. Asli munosib emas menda ya Rob. Ne gunohlar bilan keldim huzuringga. Ne alamlar bilan keldim huzuringga.